alaykum aziz qo'shiqsevar bolajonlar. Bolajon telekanali orqali Quvnoq notachalar ko'rsatuvi bugun 1-may. Menimcha sizlar ertalabdan yoki hozir ham balki kim biladi, favvoralar ochilish marosimlarida poytaxtimizda, O'zbekistonda, turli viloyatlarda, turli joylarda joylashgan favvoralarni ochilishidan bahramand bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Sizlar ham bordinglarmi bugun favvoralar ochilishiga? Ha. Maftuna bormadingizmi? Billa ko'rsatuvdan keyin boramiz. Qolganlar ham qo'shiladi bizga? Ha. Alisher Navoiy nomidagi Davlat katta akademik teatrining oldida ulkan favvora bor. Juda ham chiroyli. Yaqinda ta'mirdan chiqdi. Favvoralar ham musiqiy favvoralar bilan qaysidir ohanglarga mos chiroyli favvoralar bo'lyapti. Favvoralarni ko'rganmisizlar o'zi? Ha. Qanaqa nima bo'ladi? Ko'rganmisizlar? O'xshab. Saflanib turadi, har bitta tomchilari ham, to'g'rimi? Yomg'irga o'xshab turib, xohlagancha tashlab nima qilishadimi? Yo'q. Kuzatganmisizlar favvoralarni? Ha. Shoshilmasdan oldiga borib, muzqaymoq yeb, maza qilib kuzatgan kim bor shunaqa ichimizda? Ikkita, uchtasi. Mayli. Xo'p, qanaqa taassurotlar o'tgan ichinglardan? Favvoralarni kuzatayotganinglarda. Chiroyliligini kuzatganmisizlar? Qanaqadir yomg'irni nafasi, suvni havosi kelib turganmi? Ya balchiqni hidi kelib turadimi? Qanaqa? Chiroyli nafas iforlar kelib turadi, chiroyli bahoriy iforlar keladi. Xo'p, endi qaranglar, saf haqida bekorga gapirganim yo'q. Agar saf bo'lmasa, umuman tartib bo'lmasa, hech qachon hech narsa nimaligini tushuna olmaymiz, to'g'rimi? Agar notalarda ham saflangan holatda tartib bo'lmaganda, musiqa yoki nota chiziqlari paydo bo'lmasdi. Masalan, safda bunaqa yangiydi notalar. Bitta safda, to'g'rimi? Ha. Safni yo'qotib qo'ygandan keyin bunaqa holat bo'lib qolyapti. Tushundinglarmi? Oddiy misolda, notachilar misolida tushuntirib berdim. Endi kelinglar hozir sizlarga saf qo'shig'ini o'rgandik o'tgan darslarda. Endi tomoshabinlarga ham saf qo'shig'ini o'rgatishga tayyormizmi? Ha. Xo'p, Zahro Hasanova shoiramiz she'r yozgan bo'lsalar, Xurshida Hasanova ushbu she'rga musiqa bastalaganlar. Qo'shiq aytishdan oldin nimadir qilardi-ga har doim. Demak, Kamron do bo'ladi, Rayona si nota bo'ladi. Qani dodan si gacha saflanamiz. Do, re, mi, fa. Har bitta odam o'zini notasini aytadi. Ketdik. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Hamma baravariga do. 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 Qanaqa u? Ana gitarada yoki torda chalakganda tong deb suni chiqib ketadi-yu. Do baravariga. Do. Do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. Do, do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. Yaxshi. 1 2 3 4 1 2 hop 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ketdik. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yaxshi. Askarlarni ko'rganmisizlar? Qanaqa yurishadi? Saf tortib yurishadi, to'g'rimi? 1 1 1 2 3 ketdik. 1 1 1 2 3. Endi 1 1 paslik qiladi sizlarga. 1 1 1 2 3 ketdik. 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3. Endi saf bilan ketdik. Xo'p, 1 1. Mana orqamdan aylanib kelamiz. Mana shunaqasiga aylanib kelamiz. Kelishdingmi? Xo'p, chap oyog'imizni ko'taramiz. Chap oyoq qani edi? Hammada chap oyoq bitta tomondami? Ham. 1 1 1 2 3 ketdik. 1 1 ovoz chiqar. 1 2 3. Ha. 1 1 Baravariga 1 2 3. 1 1 1 2 3. Joyida qol. 1 2 1 2 3. 1 1 1 2 3. 1 1 2 3. ketdik. 1 1 1 2 3. 1 1 1 2 3. 1 1 1 2 3. 1 1 1 2 3.
Yaxshi. Agar armiyaga borganinglarda o'sha kunda o'ziga qaytarib yuborishadi. Yo'q, bo'lmaydi bular. Zahiraga. To'g'rimi? Nega unaqa? Shug'ullanamiz. Kamron, bitta Kamron zo'r qildi. O'g'il bolada yurtimizning himoyasiga shay. Qizlar ham hozirgi kunda o'g'il bolalar bilan teng huquqli. O'zingizlarning imkoniyatlari kerak nima qilib, sizlar ham bizni vatanparvarimizlar. Masalan, o'g'il bolalar jismonan kuchli, baquvvat, ayniqsa avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Hech qachon urush ko'rmaylik, yurtimizda urush bo'lmasin. To'g'rimi? Shu favvoralar qanday musaffo otilayotgan bo'lsa, umrimizning oxirigacha ham ushbu favvoralarda musaffolik, moviylik bo'lib tursin. To'g'rimi? O'sha paytda ham lekin o'zimizni har doim chiniqtirib, ishlab, tartibli, saflanib, har bir ishimizni o'z vaqtida qilishga harakat qilishimiz kerak. Agar saf, tizim bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon maqsadimizga erisha olmaymiz. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, qani qadam tashladik? Aytamiz? Qani qadam tashladik. Voy, men kuylanglar dedimmi? Aytdimmi shunaqa deb? Qani qadam tashladik? Qani qadam tashladik. Dadil yura boshladik. Dadil yura boshladik. Endi sizlar qani qadam tashladik. Dadil yura boshladik. Nima uyqusirayapsizlarmi sizlar, ha? Ha, endi 5 bo'lyapti. Mana hozir 1-may kuni soat millari 5 ni ko'rsatyapti adashmasam. Ozgina 5 dan oshgan bo'lishi mumkin. Nega uyqusirayapsizlar? Tomoshabinlar ham haligi hozir baliqlar keladi bundan keyin deb turib boshqa kanalga oborishadi. Qani dadam tashladik, dadil yura boshladik. Qani qadam tashladik, dadil yura boshladik. Shaxdan bos olg'a do'stim. Shaxdan bos olg'a do'stim. Qatordan qolma do'stim. Qatordan qolma do'stim. Yaxshi. Davonlardan o'tamiz. Davonlardan o'tamiz. Manzillarga yetamiz. Manzillarga yetamiz. Barchamiz bir bo'lsak. Barchamiz bir bo'lsak. Nima qilamiz? Tog'ni talqon etamiz. O'zingizlar talqon bo'lib ketdinglar, mana bu yerda. Tog'ni talqon etamiz baravariga. Tog'ni talqon etamiz. Yaxshi, 1 2 3 deymiz. 1 2 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. Yaxshi, demak, vaqtni ketkazmaymiz. Tonalisimiz mi major, o'lchovi 2/4. Aynan sizlarning yoshlarga mos, kichkinalarga ham yetsa bo'ladi. Xo'p, qani qadam tashladik. Qaytaramiz? Qani qadam tashladik. Yaxshi, dadil yura boshladik. Dadil yura boshladik. Nimaga unaqa bo'lyapti? Baravarga yetamiz. Qani qadam tashladik. Shuni o'zini chiroyli aytib qo'yinglar. Qani qadam tashladik. Yaxshi, dadil yura boshladik. Dadil yura boshladik. Barakalla, shaxdan bos olg'a do'stim. Shaxdan bos olg'a do'stim. Qatordan qolma do'stim. Qatordan qolma do'stim. She'r tugadi, qo'shig'ini aytamiz endi. Qatordan qolma do'stim. O'zingizlar qolib ketyapsizlar qatordan. Qatordan qolma do'stim. Qatordan qolma do'stim. Yaxshi, qo'shib ko'ramiz. Qani qadamdan 1 2 3 4. Qani qadam tashladik, dadil yura boshladik. Shaxdan qolma do'stim. Qatordan qolma do'stim. Shaxdan nimada so'zi bo'ldi? Nima bo'ldi hozir? Aytinglar. Qanaqa edi so'zi? Shaxdan bos olg'a do'stim. O'shani aytinglarda, shaxdan bos. Shaxdam. Qani shaxdam aytib qo'yamiz. Shaxdan bos olg'a do'stim. Qatordan qolma do'stim. Yaxshi, yomon emas. Davonlardan o'tamiz. Yoshamizmidi? O'tamiz, a? Davonlardan o'tamiz. Manzillarga yetamiz. Barchamiz birga bo'lsak, tog'ni tabon etamiz. Yaxshi. Xo'sh, bitta narsa esdan chiqib qolyapti-da sizlarda. Chiroyli ayta olamizmi? Qani o'tirib ketinglarchi, balki o'zgarish bo'lar, a? 1 qani qadam 1 2 3 4. Qani qadam tashladik. Yaxshi. Dadil yura boshladik. Shaxdan bos qolma do'stim. Qatordan qolma do'stim. Davonlardan o'tamiz. Manzillarga yetamiz. Barchamiz birga bo'lsak, tog'ni tabon etamiz.
Shu o'tirib aytishinglar kerak ekan, ayb menda ekan, aytmaysizlarmi? Ha? O'tirib qanaqa qilib qadam tashlash mumkin? Qani tashinglarchi o'tirib. Shu bo'yi uylarga yetib olinglar o'tirib, xo'p? Ot bo'lib ketdinglar. Xo'p, naqorat qismi 1 2 3 deymiz, qaynab toshar kuch deymiz. 1 2 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. Barakalla, 1 2 3 deymiz. 1 2 3 deymiz. Rahmat. Bir raqamini so'zida nechta harf bor? 3 ta. Men ikkitasini eshityapman-da. 1 2 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. R harfi ketdi, qarzinglar bor R'dan. Hammasini olib qo'ydi sizlardan, to'g'rimi? Qani R? Endi men qo'limga qarab tur, R'ni mana ketdik. Joyda turibdi. Joyda turibdi. Ovozlarning holati, og'zingizning ichidagi holat, tepaga masalan gazli ichimliklarda shisha idishiga suv to'ldirib ko'rganmisizlar? Ha? Jo'mragidan suv to'ldirganlarga shar deb tugiga qoladi. Ko'rganmisizlar? Xuddi og'zingizning holati ham xuddi shu gumbazga o'xshab turib, yapaloq bo'ladigan bo'lsa, qoladi. Agar uni ingichkalashtiradigan bo'lsa, tepaga chiqib ketadi. Bu kuylash holatida ham juda ham qo'l keladi. Tepa notalarda kuylayotganda o'shanaqa tanglayimizni gumbaz shakliga olib keltiradigan bo'lsak, nima desam bo'ladi, yuklama tushmaydi tomoqlarimizga. Bir xilga qo'shiqlarda o'zingizlar ham oynaga qarab kuylasangiz, tomirlar chiqib ketadi, qo'rqib ketamiz biz. Oz yorilib ketadi. Kuylama, baqirma deb turamiz. Eshitasizlarmi shunaqa gaplarda ko'proq? Shu tomog'inglarni zo'riqtirish natijasiga tanglaginglarni ishlatmaganinglarga shunaqa zo'riqish bo'ladi. Bu miyalarga ta'sir qiladi. Kuylab turib, men madaniy hordiq chiqaraman, o'zimni juda ham chiroyli qirralarimni ochaman deb turib, ovozinglardan ayrilib qolmanglar, noto'g'ri kuylab. Har doim ustoz orqali nazorat ostida kuylasanglar, ko'nikmani shakllantirib bo'lganlardan keyin bemalol kuylasanglar bo'ladi. Bu sizlarga ham, ekran ortidagi bolajonlarga ham ovozlarda asranglar. Demak, ovozimizni asraymiz. Kelishdingmi? Ikkinchi bandga o'tamizmi? Xo'p, ikkinchi band bunaqa birinchi, ikkinchi bandga o'xshab turib ko'p emas, faqat ikkita, to'rtta qatorda o'ziga qamrab oladi. Demak, yo'limiz tik ravondir. Yo'limiz tik ravondir. Hur kelajak tomondir. Hur kelajak tomondir. Bizga kuch sabot bergan. Bizga kuch sabot bergan. Sabot bergan. Sabot bergan. Ozod O'zbekistondir. Ozod O'zbekistondir. Yo'limiz tik ravondir. 1 2 3 4. Yo'limiz tik ravondir. Hur kelajak tomondir. Bizga kuch sabot bergan. Ozod O'zbekistondir. Ozod O'zbekiston sizlarga nima beribdi? Kuch sabot. Kuch sabot. Savod o'zingizlar olyapsizlar. Sabot sizlarga kuch bergan, ilhom bergan, imkoniyat bergan yangi O'zbekistonimiz bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, demak so'zini yana bir marta burroq holatda aytib ko'rasizlar. Aynan o'sha adashgan joyimizdan. Bizga kuch sabot bergan, o'shadan. Bizga kuch sabot bergan. Ozod O'zbekistondir. Yaxshi, endi ikkinchi band boshdan oxirigacha yo'limiz tik ravondirdan 1 2 3 4. Yo'limiz tik ravondir. Hur kelajak tomondir. Bizga kuch sabot bergan. Ozod O'zbekistondir. Barakalla, naqorat qismiga o'tdik. 1 2 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. 1 2 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. Yana 1 2 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. 1 2 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. oxiri qaynab toshar kuch deymiz. Gapirib yuboramiz, baqirmaymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. R harfi yana qolib ketyapti sizlardan. Keyingi darsda R bilan yaxshilab tanishib, do'stlashib, arazlashgan bo'lsanglar, yarashib kelasizlar. Kelishdingmi? Demak, aziz bolajonlar, saf qo'shig'ini boshdan oxirigacha hamma bandlari bilan ijro qilib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ketdik. 1 2 3 4. Qadam tashladik, dadil yura boshladik. Sharqdan qolma do'stim, qadamdan qolma do'stim. Davollardan o'tamiz, manzillarga yetamiz. Barchamiz birga bo'lsak,
Bir, ikki, uch deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. Bir, ikki, uch deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. Bir, ikki, uch deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. So'z. Bir, ikki, uch deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. Yaxshi, yana ham burro holatda davom etamiz. Yo'limiz 1, 2, 3, 4. Yo'limiz tik ravondir, u kelajak tomondir. Bizga kuch savob bergan ozod O'zbekistondir. 1, 2, 3 deymiz. Qaynab toshar kuch deymiz. 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 Barakalla, qani o'zingizlarga qarsak chalasizlarmi? Xo'p. Bugungi favvoralar kunida Xudo xolasa aylanamiz. Bundan boshlab turib yurtimizda har doim favvoralar o'z ishi bilan mashg'ul bo'ladi. Musiqiy favvoralar turli xil maskanlarda bor. Lokatsiyalarni aytib qo'yaman. Sizlar ham ota-onalar bilan oila davrasida favvoralarga tashrif buyurib, mazza qilib, ayniqsa o'qishdan so'ng dam olish kunlarida favvoralarga tashrif buyurib, mazza qilib madaniy hordiq chiqarsanglar bo'ladi. Demak, sizlar bilan bugun Bolajon telekanali orqali Quvnoq notachalar ko'rsatuvi bo'ldi. Ushbu ko'rsatuvda Bulbulcha bolalar ashula raqs ansamblining iqtidorli o'rtaxo'r guruhlari o'z ishtiroki bilan ushbu saf qo'shig'ini o'rgatishga harakat qildi. Demak, ekran ortidagi bolajonlarga nima deymiz? Ko'rishguncha! Ko'rishgunchadan oldin ashula raqs holatida saf qo'shig'ini ijro qilib beramiz. Tayyormizmi? Tayyormiz! Ketdik!